Salom. Bugun internetdagi son sanoqsiz memlar qahramoniga aylangan mashhur Gollivud yulduzi Ryan Gosling haqida bir nechta qiziqarli faktlar keltiramiz. Mickey Mouse klubi a'zosi. 12 yoshida Ryan Gosling The Mickey Mouse Club teleko'rsatuvida ishtirok etgan. U yerda Britney Spears, Christina Aguilera va Justin Timberlake kabi hozirgi kundagi yulduzlar bilan birga qatnashgan. Hatto Justin Timberlake bilan 6 oy davomida birga yashagan. Kanada aksenti. Bolaligida u Kanada aksenti qattiq eshitilmaydi deb o'ylab, cho'qintirgan ota film orqali bizlarga tanish bo'lgan. Mashhur Marlon Brandoning aksentiga taqlid qila boshlagan. Natijada hozir u voz kecha olmaydigan o'ziga xos aksentga ega. Gollivud yulduzlaridan Sylvester Stallone'ga bolaligidan muxlis. Kichkina bezori. U maktabda bezoriliklarga uchrab turardi va o'zi ham bezorilik qilib turardi. Do'stlari bo'lmagan. Birinchi sinfda Rambo filmini tomosha qilganidan so'ng sinfdoshlariga pichoq otgani uchun maktabdan chetlatilgan. Onasi uni 1 yil davomida uyda o'qitgan. Oshpaz Gosling. Rafiqasi Eva Mendesning so'zlariga ko'ra, Ryan Gosling ovqat tayyorlashni juda yaxshi ko'radi va hatto unga ovqat pishirishni taqiqlaydi. Uning o'zi Marokash taomi bo'lgan taginini tayyorlashni juda yaxshi ko'radi. Sarguzasht ishqibozi. U sarguzashtlarni yaxshi ko'radi. Bir kuni uydan chiqib ketib, bir haftadan keyin hech narsa bo'lmagandek qaytib kelgan. Do'stlaridan biri yuk mashinasida Kaliforniyaga borib kelishni taklif qilgan va u bunga rozi bo'lgan. It panjasining hidi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Ryan Gosling it panjasining hidini yaxshi ko'radi. Yolg'izlikda Disneyland. U Disneylandda yolg'iz vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi. Quloqchin taqib attraksionlarda sayr qiladi. Balandlikdan qo'rqish. Kaskadyor filmini suratga olish paytida balandlikdan qo'rquvi tufayli bir lahzaga qimirlamay qolgan. Kinodagi faoliyati. Xotira kundaligi The Notebook filmida u film uchun Charleston, Janubiy Karolinada bir oy yashagan va u yerda o'zi mebel yasashni o'rgangan. Filmda Rachel McAdams bilan suratga olingan sahnalarning birida Ryan o'zi yasagan stoldan ham foydalanilgan. Musiqa. O'zining guruhiga ega. U Zak Shields bilan birgalikda Dead Man's Bones nomli indie rock guruhini tuzgan va hozirgacha unda ijro etib keladi. Drive filmidagi qahramonning kamgapligi. Drive filmidagi qahramoni Julian butun film davomida atigi 17 ta jumla gapirgan. Azizlar, bu faktlar Ryan Goslingning nafaqat iste'dodli aktyor, balki qiziqarli shaxs ekanligini ham ko'rsatadi. U haqida yana nimalarni bilishni istaysiz? Komment bo'limida izoh qoldiring. Ko'rishguncha.